Navbatdagi savol. Ustoz, taloq bergandan keyin shu kuni ayol hayz ko'rsa, birinchi hayzga o'tadimi yoki poklangandan keyin yana 3 hayz idda o'tiradimi? Bilan ayol faqat onlayn nikoh o'qitishgan, lekin hali birga yashashmagan. Ayolning qistovi bilan senga javob degan. Buning hukmi qanday bo'ladi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillohi va ba'd. Agar onlayn nikoh o'qitib, hali bir to'shak masalasi bo'lgan bo'lmasa, xotin bo'lgan bo'lmasa, xotiniga taloq berishi bilan bo'ldi, taloq bo'ladi, boyin bo'ladi. Unga idda saqlanilmaydi. Alloh taolo buni ochiq Qur'onda aytib qo'yibdi. Agar mu'minlar idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Agar mu'mina ayollarni nikohlab olib, keyin ularni hali xotin bo'lishdan oldin taloq qilsalaring, idda yo'q degan. Taloq qilish bilan ayol begonaga aylanadi. Bunda idda yo'q. O'sha paytda ayol boshqa erkakka tegib ketaversa bo'laveradi. Taloq degandan keyin. Bunda idda masalasi bo'lmaydi. Hozirgi masala onlaynda bo'lgan bo'lsa, aniqki xotinchilik bo'lmagan. Bunda idda degan narsa yo'q. Taloq deyishi bilan ayolni qistovi bilan bo'ladimi, erkak o'zining ixtiyori bilan bo'ladimi? Bunda ahamiyati yo'q buni. Muhimi taloq berdi. Taloq bergandan keyin bo'ldi, bu ayol begona hisoblanadi bunga. Allohu a'lam.